Assalomu alaykum. Bu video poligonga navbat olish uchun chiqarildi. Xo'p, ko'pchilik tushunmayapti. Buning uchun MyID O'zbekiston ilovasini yuklab olinadi va identifikatsiyadan o'tiladi. Yuklab olingandan so'ng kerakli ma'lumotlarni kiritiladi. Pasport seriya yoki JSHR va tug'ilgan kun kiritiladi. Men shartlarni qabul qilaman tugmasi bosilib, kirish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng Face ID registratsiya qilinadi. Ilovadan ro'yxatdan o'tgandan so'ng skaner bo'limi ochiladi. Kompyuterdan MyGov ilovasiga kirib, MyGov saytiga kirib, shaxsiy kabinetga kiramiz. Albatta bu ham MyID bo'limidan amalga oshiriladi. MyID bo'limiga kirganda shu joyda ham QR kod chiqadi. QR kodni telefondagi MyID ilovasidan skaner qilinadi. Shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng eski talqinga o'tiladi, ya'ni MyGov ilovasining eski versiyasi. Eski versiyasiga o'tgandan so'ng qidiruv joyida navbat yoki очередь deb yozganda avtotransport vositalarini navbatga qo'yish bo'limi ochiladi. Shu joyga kirib получить usluga yoki xizmatdan foydalanish joyini bosamiz. Bu yerda sizning ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Ma'lumotlarda avtomobil markasi, VIN nomerlari ko'rinadi va siz o'zingizga kerakli bo'lgan sanani va vaqtni qo'yib, очередьga qo'yasiz.